Robloxda o'yin yaratishni xohlasangiz, lekin dasturlash va modellashtirishni bilmaganingiz uchun buni imkonsiz deb o'ylasangiz, adashasiz. Roblox Studioning yangi sun'iy intellekt vositalari bilan endi har kim oddiy promptlar orqali o'yin yarata oladi. Ushbu videoda men sizga noldan qanday qilib birinchi o'yiningizni yasashni isbotlayman. Hatto yangi boshlovchi bo'lsangiz ham bu olamda sarguzasht qilib, haqiqiy pul ishlash imkoniga ega bo'lasiz. Shunday ekan, videoga like bosib qo'ying. Shunda bu video siz kabi yana ko'proq odamlarga yetib boradi. Robloxda o'yin yaratishimiz uchun birinchi qadam sifatida siz brauzeringizni ochasiz va qidiruv qismiga kirib, quyidagilarni yozasiz. Endi esa birinchi rasmiy Roblox havolasiga bosamiz. Chunki shu yerga o'z hisobimiz bilan kirib, mini o'yinimizni yaratmoqchi bo'lsak, ekranning yuqori burchagidagi Create tugmasiga boramiz. Va darhol yondagi Trace yaratmalar bo'limini tanlaymiz. O'yinni noldan yaratish uchun shu ko'k rangli yangi tajriba yaratish tugmasini bosing. Keyingi qadam esa Roblox Studio dasturini qurilmamizga o'rnatamiz. Xo'sh, Roblox Studioni yuklab olganimizdan so'ng ustiga bosamiz va u avtomatik tarzda ochiladi. Roblox Studio panelida esa Templates shablonlar bo'limiga bosamiz. Mana shu yerda siz foydalanishingiz mumkin bo'lgan bir qator tayyor o'yinlar chiqadi. Lekin agar siz o'yinni noldan yaratmoqchi bo'lsangiz, shunchaki birinchi tugmaga bossishingiz kifoya. Endi bu yerda Roblox Studio oynasi chiqadi va siz o'yinni o'zingiz xohlagan tarzda sozlashingiz mumkin bo'ladi. Lekin men parkour o'yini yaratmoqchi bo'lganim uchun va bilaman ko'pchiligingiz ham shunday xohlaysiz. Boshlovchilar uchun osonroq bo'lishi uchun men tayyor shablonni tanlayman. Chunki mana shu oynani yuklaganimizda ko'rib turibsizki, bizning oddiy o'yinimizda allaqachon ba'zi xususiyatlar bor va biz uni sinab ko'rishimiz ham mumkin. Mana shu kichik play tugmasini bosib. Mana bu yerda bizning oddiy o'yinimiz. O'yinimizni sinashni to'xtatish uchun esa stop tugmasini bosamiz. Markaziy oynaga qaytsak, home bo'limida ko'rib turganingizdek ba'zi ma'lumotlar chiqadi. Masalan, blok qo'shish. Mana shu yerda sizlar ko'rib turibsizki, biz blokni shu tarzda qo'shamiz. Shundan so'ng, yon tomonda blokning bir qancha xususiyatlari chiqadi. Masalan, uning rangini o'zgartirishimiz mumkin. Ustiga bosganingizda siz tanlashingiz uchun turli xil ranglar ochiladi. Endi men harakatlantirish tugmasini tanlayman va uni keyingi to'siqimga joylashtiraman. Bu holda u aynan shu yerda bo'ladi. O'lcham tugmasini bosib, men to'siq blokimning nisbatini ham o'zgartira olaman. Va taxminan shunday qilib qoldirsak, aqlish uchun play tugmasini bossak, ko'rasizki, blokimiz pastga tushib ketadi. Chunki blokimiz shu joyda havoda turishi uchun mana shu aniq belgilash tugmasiga bosishimiz kerak. Yana bir bor play tugmasini bossak, blokimiz aynan qoldirgan joyimizda turib qolganini ko'rasiz. Bundan tashqari, blokchamizda ham biz xohlagan ko'rinishda materialini o'zgartirishimiz mumkin. Masalan, gisht yoki boshqa turli material shakllari kabi. Yaxshi, va sizlar bosishingiz mumkin bo'lgan ikkinchi tugma bu yer maydoni terreno tugmasi. Mana shu yerda sizlar uchun polni xohlagan usulda modellashtirish imkoniyati bo'ladi. Endi esa mana shu kichik tugmachani bosib, odamlar sizning mini o'yingizni o'ynashlari uchun qaysi modelni tanlashni belgilashingiz mumkin. Masalan, 15 bu Robloxdagi barcha avatarlarning eng asosiy va standart modeli. Yoki siz xohlagan boshqa modellarni ham tanlab, hatto o'yin ichida avatarlar yaratishingiz mumkin. Va mana shu 4-tugma bu asosan hamma narsaning eng muhim joyi, ko'pchilik odamlar qo'rqadigan joy, ya'ni script joylashgan bo'lim. Aynan shu qismda siz o'yin to'g'ri ishlashi uchun kerakli buyruqlarni yozasiz. Lekin agar siz ham men kabi dasturlashdan umuman tushunmasangiz, unda ekranning yuqori o'ng burchagidagi mana shu kichik tugmani bosib, yashirin sun'iy intellektni yoqamiz. Bu qismda Roblox Studioning o'z sun'iy intellektiga prompt yuborish uchun dialog oynasi ochiladi. Ushbu sun'iy intellekt yordamida hatto hech narsani bilmasak ham itemlar yaratish, savollarga javob olish yoki skriptlar ishlab chiqishimiz mumkin. Masalan, promptga birga bir o'lchamdagi qizil blok yarat. O'yinchi unga tegsa, u portlasin deb yozsam, enter bosganimda, u aynan men so'ragan tarzda o'yinimiz uchun item yaratadi. Mana o'yinimda blok yaratilayotganini ko'rib turibsizlar va shu yerning o'zida skriptni ko'rib chiqish uchun variant ham chiqadi. Shunda sun'iy intellekt to'g'ri joylashtirganmi tekshirsa bo'ladi. Mana shu yerda sun'iy intellekt o'sha item orqali biz uchun avtomatik tarzda qanday dasturlash qilganini ko'rishingiz mumkin. Buning uchun men hech narsa qilmaganman. Oddiygina prompt bilan shu itemni yaratib oldim. Endi biz bu skriptni qabul qilamiz. Qarang, xuddi sehrli bir harakatdek. Biz shu qizil blokka tegsak, portlab ketamiz. Endi esa shu kichik blok yordamida men bosqich yarataman. Mana shu yerda mening obbimdagi birinchi to'siq turibdi. Unga tegsam portlab ketaman. Bu yerda men sun'iy intellektdan o'yinchi to'siqlardan o'tayotganda vaqtini ko'ra olish uchun timer effekti qo'shishni so'rayapman. Effektni yaratib bo'ldim. Endi esa skriptni ko'rib chiqaman. Va qarang, bir necha soniya ichida o'yinimda qancha kod paydo bo'ldi. Hech narsani tushunmasam ham. Endi men qabul qilaman. Sehrli bir teginish bilan o'yinim ekranining yuqori burchagida shu timer paydo bo'lganini ko'rishingiz mumkin. Endi navbatdagi topshirigimda men odamlar sakrash uchun juda baland blok qo'yaman va qarang, nima bo'lishini.
Yaxshi, ko'rib turganingizdek, bu to'siqni mening qahramonim o'zi sakrab o'ta olmaydi. Lekin men Roblox sun'iy intellektiga kelib, mana bunday prompt yozsam. Bu yerda men Roblox sun'iy intellektidan shu joyda 2 marta sakrash imkoniyatini yaratib berishini so'rayapman. Va men enter tugmasini bosganimda, bir lahzada bu yerda sun'iy intellekt mening o'yinim uchun yaratgan prompt paydo bo'ladi. Endi men buni qabul qilaman. Endi biz sakraganimizda ko'rib turibsizki, biz bu to'siqdan o'tib ketamiz. Yaxshi, bundan tashqari Roblox Studio sun'iy intellekti yordamida ekranning yuqori burchagida avatar tugmasiga bosganimizda, bu yerda siz mini o'yin ichida mavjud bo'lgan personajlarni sozlashingiz mumkin. Masalan, shu pastdagi tugmachani bosganingizda o'yin uchun sozlangan bir qator avatarlar paydo bo'ladi. Mening holatimda men hali hech qanday avatar yaratmaganman. Endi 3-tugmachaga bosganingizda bu yerda foydalanuvchi interfeysi chiqadi va shu tugmani bosganingizda har bir o'yinchi mening mini o'yinimga kirganda mana shu ekran paydo bo'ladi. Bundan tashqari siz uning shaklini yoki hatto rangini ham o'zgartirishingiz mumkin. Va strip tugmasini bosganimizda bu yerda sizning mini o'yinlaringizda mavjud bo'lgan barcha skriptlar ko'rinadi. Hatto o'yin to'g'ri ishlayaptimi yoki biror xato yo'qmi, shuni ham tekshirishingiz mumkin. Yana bir juda zo'r narsa shuki, modellarga bosganingizda mini o'yinlaringizni yanada batafsil sozlashingiz mumkin. Masalan, effektlar ustiga bosganimizda, agar biz all of effektini tanlab, tasodifiy biror buyumga bossak, ko'rasizki, buyumimiz yonib ketadi. Va bu orqali o'yindagi turli buyumlarga har xil effektlarni qo'llashimiz mumkin. Masalan, ushbu buyumga bossak, tutun effekti paydo bo'ladi. Qarang, natijada qanday ko'rinishga ega bo'ldi. Agar siz ushbu buyumni yaratgan bo'lsangiz va uni o'yin ichidagi boshqa to'siqlarga ham ko'chirmoqchi bo'lsangiz, buyum ustiga bosasiz. Endi esa ko'chirish tugmasiga o'tib, klaviaturada nusxa olish tugmasini bosamiz. Endi esa biz uni joylashtirganimizda, ko'rasizki, bir xil ikkita buyum paydo bo'ladi va ularni xaritamizda xohlagan joyimizga qo'yishimiz mumkin. Endi o'yinimizni yanada chiroyli qilish uchun eng qiziqarli qismi biz pluginlarga bosamiz. Siz mini o'yin osmonining mavzusini o'zgartirishingiz mumkin. Masalan, uni pushti rangga o'zgartirib, qanday o'zgarishini ko'ring. Yaxshi, endi Roblox Studioda yangi boshlovchilar uchun juda qiziqarli bo'lgan navbatdagi funksiyani ko'ramiz. Endi biz homiy tugmasini bosamiz va so'ng tall block tugmachasiga o'tamiz. Mana shu yerda siz mini o'yin ichida bepul foydalanishingiz mumkin bo'lgan tayyor pluginlar ro'yxati chiqadi. Lekin agar siz ko'proq tafsilotlar xohlasangiz, pullik pluginlar ham mavjud. Masalan, mana shu osmon plugini ustiga bossam, o'yinimiz yanada real ko'rinadi. Qarang, bu juda zo'r-ku. Eng yaxshi tomoni, bu plugin butunlay bepul, aynan yangi boshlayotganlar uchun. Endi biroz pastga tushsak, ko'plab pluginlar bor. Ular ham butunlay bepul va albatta sizning mini o'yin yaratishingizda juda foydali bo'ladi. Masalan, bu plugin parkour o'yinimiz uchun juda qiziqarli bo'ladi, chunki ustiga bossak, u allaqachon tayyor skriptlar bilan birga keladi. Endi esa biz uni xohlagan joyimizga ko'chirishimiz mumkin. Masalan, aynan shu yerga. Ko'rib turibsizki, bu bloklar teleportatsiya qiladi. Shuning uchun biz ularni lobbimizdagi biror topshiriqqa butunlay bepul va tayyor skriptlar bilan qo'shishimiz mumkin. Masalan, faqat shu qizil blok ustiga bossam, uni keyingi topshiriqqa qo'yganimda va enter bosganimda, endi shu kichik blok ustiga chiqsam, ko'rib turibsizki, men teleportatsiya qilindim. Va ikkinchi juda qiziqarli prompt, qarang, aynan shu yer. Uni tanlaganimda shu strip bilan birga obbimda ishlatish uchun bir nechta kuchalarni olishim mumkin bo'ladi. Qarang, ular qanday ko'rinishda bo'ladi va men ularning ustiga chiqqanimda, odamlar har bir xarid qilganida hatto robu ham olishim mumkin. Shunday qilib, har safar kimdir bu itemni sotib olsa, u o'yinda ustunlikka ega bo'lish uchun undan foydalanishi mumkin. Lekin buni sizlar Roblox Studioning sun'iy intellekti bilan birga qilishingiz kerak. Mana bu yerda obbi uchun topshiriq bor. Uni mini o'yinimizga faqat ustiga bosish orqali qo'shishimiz mumkin. Endi esa biz uni xohlagan tarzda joylashtiramiz. Masalan, bu topshiriqda to'g'ri blokchalarga bosishimiz kerak, chunki noto'g'ri blokchalarga bossak, yiqilib tushamiz. Demak, bu plugin Roblox ichida obbi yaratish vaqtini ancha tejashi mumkin. Yaxshi do'stlar, lekin men sizlarga bu pluginlardan juda ko'p foydalanishni tavsiya qilmayman, chunki ba'zilari ishonchsiz bo'lishi mumkin va o'yiningizda xatoliklar paydo bo'lishiga olib keladi. Shuning uchun ularni ishlatishdan oldin juda ehtiyot bo'ling. Xo'sh, endi o'yinim ichida navbatdagi topshiriqni qo'shish uchun men eng oxirgi checkpoint ustiga bosaman va uni ko'chiraman. Buni shu tarzda qilganimda, men barcha skriptlarni qayta dasturlashimga hojat qolmaydi, chunki topshiriqni bajarganimdan so'ng checkpoint avtomatik tarzda saqlanadi. Shunday qilib, har safar voidga tushib ketsam, oxirgi to'xtagan joyimga qaytaman. Agar sizda o'yin yaratishda birga ishlamoqchi bo'lgan do'stingiz bo'lsa, ekranning yuqori o'ng burchagidagi shu kichik tugmachani bosasiz va shu yerda do'stingizni qo'shasiz. Xo'sh, Roblox o'yinimni shu tarzda tayyorlab olganimdan so'ng, endi uni biroz chiroyliroq ko'rinishi uchun rang beraman. Yaxshi do'stlar, ko'rib turganingizdek o'yinimni yanada rang-barang va shunga mos ravishda obbi o'yin uchun juda yoqimli va chiroyli qilib bezadim. Endi esa o'yinimizni haqiqatan ham Roblox ichida saqlab, boshqalar ham o'ynashi uchun ekranning yuqori chap burchagiga boramiz va Robloxni saqlash tugmasini bosamiz. Buni qilganimizdan so'ng, birinchi bosqichda Roblox o'yinimizga nom qo'yamiz. Men o'zim uchun quyidagicha nom qo'yaman.
Bu yerga mini o'yinimiz sarlavhasini yozganimizdan so'ng, pastroqda o'yin uchun tavsif qoshishingiz mumkin. Bu yerda o'yin haqida batafsilroq ma'lumot bera olasiz. Mana shu pastda esa siz mini o'yin ishlab chiquvchisini ko'rsatib o'tasiz. Mening holatimda bu men bo'laman yoki agar sizda guruh bo'lsa, Robloxdagi guruhingiz nomini ham qo'yishingiz mumkin. Endi esa pastroqda mini o'yinimizni qaysi qurilmalarda qo'llab-quvvatlanishini tanlaymiz. Agar o'yin barcha qurilmalarda mavjud bo'lsa, shunchaki ularning barchasini faollashtirsangiz bo'ladi. Endi esa saqlash tugmasini bosganimizda mini o'yinimiz muvaffaqiyatli saqlanadi. Shunday qilib, har safar Robloxdagi o'yiningizni yangilamoqchi bo'lganingizda, siz o'sha kichik tugmani bosasiz. Va shu ekranda biz o'yinni yangilash uchun Robloxga nashr qilish tugmasini bosamiz. Lekin videoni qoldirmang, chunki eng muhim qismi hali oldinda. Chunki o'yinimiz saqlangan bo'lsa ham, u hali hamma uchun mavjud emas. Shunday qilib, buni amalga oshirish uchun biz Roblox Studioni yopamiz. Va ilgari kirganimizdek Roblox saytini ochib, Create tugmasiga bosamiz va o'yinimizni yaratgan akkauntni tanlaymiz. Keyin Trace bo'limiga kirganimizda, pastroqda yangi yaratilgan oddiy o'yinimizni ko'rishingiz mumkin. Endi minigame ustiga bosamiz va ekranning chap burchagida Configurace bo'limiga kiramiz. Bu yerda minigamening barcha tafsilotlari chiqadi. Shu yerda o'yin qopqog'ini tover o'zgartirib, uni yanada jozibador qilishingiz mumkin. Shunda odamlar Roblox katalogida ko'rganda bosishadi. O'yin qopqog'ini qo'yganimizdan so'ng, endi saqlaymiz. Roblox esa o'yin qopqog'i ularning maxfiylik siyosatiga mos keladimi yo'qligini tekshirish uchun tahlil jarayonidan o'tkazadi. Shu orada minigamemiz yanada ko'zga tashlanadigan bo'lishi uchun banner ham qo'shamiz. Endi esa Roblox tekshiruvini tugatguncha bir necha daqiqa kutamiz. Endi minigamemiz uchun juda ko'zga tashlanadigan qopqoqlarni qo'yayotganimizda, pastroqda nomi va tavsifi chiqadi, agar biror narsani o'zgartirmoqchi bo'lsangiz. Uchinchi talab sifatida minigamemizning toifasini tanlaymiz. Bizning holatda bu oddiy va platforma. Agar yanada batafsil ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, subjalni ham qo'shishingiz mumkin. Buni qilganimizdan so'ng, pastroqda biz ommaviy rejim tugmasini bosamiz. Afsuski, hozirgi Robloxning yangilanishi bilan o'yin chiqarish uchun bir qancha yangi siyosatlar joriy qilindi. Shuning uchun biror narsa yaratishdan oldin bu siyosatlarni diqqat bilan o'qib chiqishga arziydi. O'yinimizni nashr qilganimizdan so'ng, pastroqda o'zgarishlarni saqlash tugmasiga bosamiz. Endi Roblox ilovasini ochganimizda, profilimizni ochamiz va o'zimiz yaratgan mini o'yinimizni ko'ramiz. Biroz pastga sudrasak, o'yin joylashtirilgan guruhga yetamiz va ko'rasizki, mini o'yinimiz Roblox ichida muvaffaqiyatli joylashtirilgan. Endi esa faqat play tugmasini bosishim kerak va ko'rib turibsizki, o'yinimiz yuklanadi va topshiriqlarni bajarishimiz mumkin bo'ladi.